5-ci bab muz tavanda xeyim xətarga yoluquş. Şekerinin qimmatini qumuşdun emas, balki özüdeki xususiyatdan. Şeyx Saidi. Miladiya 1337-yili 6-cı ay. Tağır tağının şimali itaklardan eqib chiqadigan Muzarit G'oli Shati degan yerga kelganda birdilla yeyilib, eqib, ancha cho'ng emas bir ko'l hosil qilgandan keyin ondan yana bu havzidan tuvanga qarab shaqirab eqib ketadi. Yap-yeshil o't cho'plar buluq o'sgan vodida sharqirab eqiyotgan Muzarit eqinining yaqsidagi buk o'sgan shamshatlarning g'o'llari suzuk eqiyotgan suv yuziga tegib turadi. Havzi ko'lning yaqisida agri do'nay bir qancha qar yog'ochlar o'sgan bo'lib, havzi yaqsidagi maydonga qalin soy tashlab turadi. Muzarit g'olining ikki yaqisini bo'ylab quyuq bag'jallab o'sgan azg'allarda sap-seriq gullar ichilib ketgan edi. Buk qara yog'ochliq maydonning atrofini bo'ylab xam kesakda va kumlaç tam bilan qo'pirilgan pakar lay suvoq uylar bor edi. Bu yer tağlarının şimalidagi İli vadisidan janubdagi Aqsu vadisiga qarab mangan karvonlar to'xtab qo'nalg'i qiladigan muhim manzillarning birisi bo'lib, kishilar bu yerni Shati deb atashadi. Bugun uy yilidagi Saraton oyining tunji kuni edi. İli vadisidan Muzdavan orqali janubdagi Aqsu vadisiga mangan bir to'p musulmon Uyg'ur savdogarlardan tashkil qilingan bir karvon va ularga qo'shilib billa janubga qarab mangan bir o'ttira yoshli kishi bilan ikki yigitmi mushu Shati degan yerda tushkun qilishgan edi. Bu kashqurun kun o'ltirayotgan chaq edi. Qizil shafaq nuriga cho'milgan Muzarit jilg'isidagi kashki gugum jimjitlikni qoplagan edi. Yiroqdagi xon tangri cho'qqisi bilan to'mir cho'qqisi kechki shafaqdan qizil ranglik libos kiygan bo'lib, osmon girvaklaridagi paxtadak oppoq bulutlardan qip-qizil balbaq hosil bo'lgan edi. Havziga yaqin bir yerdagi buk o'rmonliq ichida tog' qushqachlari gurgur qilib uchib yurishadi. Ular shaqdan shaqqa qo'nib, birla ahangda chuchuk sayrashmoqda edi. Qilin o'rmonning bir chetida bir anjan paxtadagi hijron qayg'usi ichida harg'inni zodili sezmasdan to'xtamay sayramoqda edi. Havzi bo'yidagi qeri qar yog'ochliqning ostidagi maydonda tushkun qilishgan savdogarlar tarafidan yiqilgan gulxonlarning qip-qizil o't yalqini gugum qorong'uligida kuyayotgan qildak to'lg'anadi. Yalqin savdogarlarning saqal bosgan chiroyini, badanlarini o't cho'p yeb bo'g'iz chaynashayotgan ot qichirlarni va bir yerga dovlab qo'yilgan yuk tingiqlarni yo'ritmoqda edi. Ular sal neriroqda tushkun qilishgan heliqi 3 odamning sho'lisi gulxon yo'riqida aniq ko'rinmoqda edi. Ular lavuldab kuyayotgan gulxon yalqiniga qarab jim o'ltirishadi. Ularning orasida birisining yeshi qolgan ikkisidan xeylilar cho'ng edi. Mangalda kuyayotgan o'tning yo'riqida uning surlik ko'zlaridan sadoqatmanlik, saqal burut qaplagan yuzidan qat'iylik, hasadxo'rlik ifodalanib turadi. Qolgan ikkisi bakmi yosh yigitlar bo'lib, birisi oldidagi mangalda kuyayotgan o'tga qarab cho'nqur o'yga cho'mib o'ltirgan edi. Yana birisi qo'lidagi tayg'i bilan mangaldagi cho'g'larni bir yerga dovlab qo'ygandan keyin tavoqdagi bo'ldirilgan xemirdan uzilib, cho'qqa ko'mashga boshladi. U ko'mashlarni ko'mib bo'lgandan keyin choyjushni cho'qqa yiqiroq ishtirib qo'ydi. Bu 3 yo'lovchining ichidagi cho'ngroq birisining ismi Tashtomir edi. Qolgan 2 yigitning ichidan o'tga qarab xiyol surib o'ltirganning ismi To'g'liq Tomir edi. Cho'qqa ko'mash ko'mginning bo'lsa, ismi Basa Tamir edi. Tashtomir ag'a, dedi To'g'liq Tomir xiyoldan beshini ko'tirib. Hasan baxshi hozir qandaq bo'lgandi? Mening butun asyadim shu odamdil qoldi.
Hey, Çağatayzada, gam qılmağaysan, dedi cavaben Taşdömür. Yaydigan rızqı bolsa, jeni aman qalur. Mubada, aşı çağda u toqtavilarni azğaştırıp ketmegen bolsa, senin bilen biz Aqsu'nun bosığıga aman esen yetip kelelmegen bolatdık. Hürmetlik Taşdömür ağa, sen aytıyotgan aşı Aqsu'ga yana qanchalik musafir qaldı? Janabi Çağatayzadamga ma'lum bolğayki, dedi Taşdömür sal oyununu alğandan keyin. Yana 13 manzilni besip ötsek, ondan Aqsu'ga yetip baralaymiz. Biroq, hürmetlik Çağatayzada, xotirjam bolğaysan. Men seni toqtavilar arasından ap qaçqandan buyan aşu 240 gün ve 240 tün içide qanatlıqqa soqturmay, tumşuqlıqqa çoqutmay, muhabizat qilib, saq-salamat bu yerga akelganman. Qalgan 13 gün ve 13 tün içide seni yana hem qanatlıqqa soqturmay, tumşuqlıqqa çoqutmay, muhabizat qilib Aqsu'ga saq-salamat yetkizib barğayman. Rahmat sana, hürmetlik Taşdömür ağa. Köp teşekkür sana, dedi Toğluq Tömür salmaq sözlep. Xuddi sen aytqandek bizning kök ertish boyidan qechib chiqqanimizga mana bugun saqmısaq 240 kun ve 240 tün bolgan boludu. Biz Qaşqulluqda yaşagan aşı günler ve tünlerde, çöl bayavanlarda taşның zahmetini, tikenning azabıdan cismimiz yetküçe azap yep, köңlimiz dekki dükke içide perişan bulup yetküçe dert tarttık. Al-hal, ahiri bu dert elemlerinin çekiyi yitadigan günlerimi keldi. Biroq men şadmanlıqqa to'lgan mushu paytlarda ağzımga ilim salgan ve manga mehribon ati o'rinda aq qarini tonutgan ashu aq ko'ngil ustozim Hasan Baxshini bakmu seg'inyaptiman. Besyar ta'sirlanganligidan bo'lsa kerak, ko'ngli yerim bo'lgan To'g'luq Tömür darhol yerga qarab turib oldi. Onun közlerinden ünçüdek yaş tamçıları taramlap tökülüşke başladı. Bu çağda eyliqi bir top musulman Uyghur sodigerlerinin aqsaqalı qoluda 3 nanni kötürüp ularının qışığı keldi. Taşdömür Bahadır onu körüp derhal uşyarlandı. Ey yaxşı adamlar, harmağayslar, deb salam qildi sodigerler aqsaqalı ularga. Neç gündün beri yol miniş bilen bolup gidip, sizler bilen tüzükini paranlaşalmadık. Seperdaş ikenmiz, tonuşup qalaylı. Ey yaxşı adamlar, sizler kim? Qaysı ulusdan buluslar? Nädin keldinla ve näge mangdinla? Men Doğlat, deb qısqıla cevap berdi Taşdömür onun sorğan sualıga. Mening atjonumni sorsang, meni Taşdömür Bahadır deb atışıdı. Bizler Erdavilga qarab mangduq. Sizlarchu, mehmon, sen qaysi ulusdan kim bolsan? Bizler mülki Qashqariyaga mangan musulman Uyghur sodigerlari bolumuz. Men bu sodigerlarning aqsaqali Bagchak bolurman. Özüm Astana Almalıqdan boluman. Bagchak aqsaqal, sizlar nima sodi bilan mashg'ul bo'lasizlar? Biz teri tarsak sodisi bilan mashg'ul bo'lamiz. Har yili qishqicha 6 ay ertish bo'yida yashaydigan ko'chman to'xtaviylardan bulg'un, qama, sösar, borsuq, tulka, bo'ri yilpiz terisini yig'imiz. Yazda yana bu teri tarsaklarni janubdagi Ardavil, Qashqar, Yakan qatorliq cho'ng baliqlarga yo'tkab berib, setib pul qilib, quruq meva-cheviga ayrıvaşlap ili vadisiga yanimiz. Hürmetlik Taşdömür Bahadır'dan şunu aniq uqvalgım keldi ki, sen baya özüngni men Doğlat deb tonuşturdun. Qini aytqinchu, Doğlat degan so'zning ma'nisi nima? Bu çağda bir tarafda ularning söhbetiga quloq silib jim o'ltirgan To'g'luq Tömür darhol ustozim Hasan Baxshining deyishicha Doğlat degan so'z Mo'ng'ul tilida aqsaq, Tokur degan ma'nini bildirdikan. Çingiz xanning 3-chi akisi Qabuli xanning 8 o'g'li bo'lib, Boljarxan degan 6-o'g'li Tokar ekan. Şunlaşqa onunğa Doğlat deb laqam qo'yilgan ekan. Hozir Doğlat ulusi ashuning nasl avlodlari ekan.
Onun cevabıga qayıl bolgan Bəkçək qolidagi 3 nanni basa təmirge berip, to'g'liq tömürning oldiga keldi. Va bu qamlashgan yigit kim boludu? Deb qo'lini ko'rishish uchun to'g'liq tömürge uzatdi. Tonuşup qo'yayli. Siz ko'zimga issiq ko'rinsiz. Yigit, nima bo'ldingiz? Chiroyingizni qayg'u pigan qaplab ketibdi-ku. Bu yigit Chag'atay ulusidan deb tonuşturdi. Tashtömür sodigarlar aqsaqali Bəkçəkning samimilikidan ta'sirlanib. Mehmon, men qarasam, samimiy odamdek ko'rsan. Men sana rast gapni qilay. Bu yigit Chag'atay ulusidagi oliy nasabdan bo'ladi. Ular uzoq yillar ilgari bu yigitning ota bovullarining chirg'i bilan Chag'atay mamlakatidagi jimi xalqning yuzi yo'rg'an edi. Uning otasi Chag'atay ulusining eng ulug' oliy janob xaqani Isan Bug'axon edi. Uning vafotidan keyin Tangri Burhanning karamati tufaylidan bu farzand Do'xtaviylar elidagi Shiravul Do'xtavining uyida yo'riq dunyoga ko'z ochdi. Anisi Manglik xatun uni yurak qini bilan parvish qildi. Jahon emik onalari uni raju mushaqqat, dard alam emizgusi bilan emitib, tarbiyalab qatorga qo'shdi. Alhal hamma xo'shallik, hamma mushaqqatning cheki bo'lganidek dard alam daryosi qurg'anlikdan mana endi u maqsad qirg'iqiga yetish oldida turibdi. Ha, siz marhum Isan Bug'axonning o'g'li Chag'atayzoda to'g'liq Tömür ekansiz-da. Bəkçəkning taajjub ilkidagi ko'zlari yo'g'on ichildi. Men o'tgan yili qishda ko'chman Do'xtaviylar orasida teri tasak yig'ib yurganimda marhum Chag'atay xoni Isan Bug'axonning o'g'li yo'qab ketibdi deb anglagan edim. Siz ashu yo'qab ketgan Chag'atayzoda to'g'liq Tömür degan yigit ekansiz-da. Shundaq, sen anglagan yo'qab ketgan Chag'atayzoda to'g'liq Tömür degan dal mush yigit bo'ladi, dedi Tashtömürmü uning so'zini tasdiqlab. Allah Taala bu yigitning baxt ta'lini o'ng, iqbal istiqbolini parlaq qilg'ay. Amin, deb qo'lini ko'tarib chin dilidan duo qildi Bəkçəkmi. Acizlarning duosi Qodir Allohning dargohida maqbul bo'ladi. Chunki bu yigitning peshonasi keng ekan, uning vujud nishonida bir g'oyib sho'la, ulug'liq sho'lisi jilva qilib turibdi. Bu kamgicha men uchratgan har qandaq bir toifa odamda uningdek buyuklik tabiatining nishoni, ulug' qorliqning bisoti ko'rilgan emas. Ey musulmon, aytqining kelsin, deb tashakkur bildirdi Tashtömürmü darholla. Mubada bu yigitning omati kelib, niyat iqboli parlaq bo'ladigan bo'lsa, xatar bilan mushaqqatdan pichilgan tonni kiyib yurgan bizga o'xshash odamlar xuddi sen aytgandek asoyishliq va suyunish manziliga cho'qim yeturmiz. U sodigarlar aqsaqali Bəkçəkning yomon odam emasligiga to'liq ishondida uni o'z odami hisoblab, kelgin, muni mangal oldida o'ltirganda bizning dasturxonimizga daxil bo'lib, tamoqni biz bilan birga yegin, dedi. Sizga ko'p rahmat. Hürmetlik Tashtömür, meni o'z odam ko'rib, dasturxoningizga taklif qilganingizga rahmat, deb tuzut qildi Bəkçək. Biz texiyli g'izalni olgan edik. Qinislar tartinmasdan g'izalni vergaysizlar. U beshini ko'tarib, yoz osmondagi charaqlab turgan yulduzlarga qarab qo'ydi-da, so'zini davom qildi. Atki kun obdan bo'ladi. Mubada uningdan keyingi kunlarimi uda mushundaq yaxshi bo'ladigan bo'lsa, muzdavandan sog'-salomat o'tib ketalaymiz. Mehmon, aytqining kelsin, deb qo'shimcha qildi Tashtömürmü darholla. Bu chaqda to'g'liq Tömür uningdan gap so'ramoqchi bo'lib, beshini ko'tardi. Mehmon, agar mumkin bo'lsa, seningdan bir ishni so'rsam bo'larmi? Hürmetlik Chag'atayzoda to'g'liq Tömür janoblari, tartinmay so'ravering. Men sizning har qanday mushkulingizni oson qilishni sharaf deb bilaman. Hürmetlik mehmon, mening nasab asabimdan kimligimni bilding, dedi to'g'liq Tömür salmoq so'zlab. Hatto mening o'tgan yili yozda Do'xtaviylar elidan qechib ketganligimni bildikansan. Shundaq
Bu tolumu yaxşı işqu. Sen Doktaviler arasında yürgen çağlarında Hasan Bakşi dep atılıdığan bir Müslüman Uygur haqqıdaki gap sözlerini mi anlagan bolsan kerek? Bəgcək qeşini yemirib bir bəs oylanıb oldurğandan keyin beşini kötürüb toğluq tömürge qardı və Canabi Çağatayzadə "Eytingçu, Hasan Bakşi sizning kiminiz boludu?" dep soruverdi o dərhal. Hasan Bakşi mening ağzımğa ilim salgan ustazım boludu. Mən ötken yili Doktaviler elidən qeçib çıqqandan beri onun ölük yoki tiriklik xəbərini alalmay tolumu diqqət qilib ketiyatman. Qeni hürmetlik Bəgcək, etqinçu, onu zade uçurattınmı yoq? Qulluq, ey Canabi Çağatayzadə, dedi Bəgcək közünü onundan əpqeçib turub. Mən Hasan Bakşini ozaqı yili qışda Doktavilərinin uluq əmri Şiravul Doktavining avılıda bir qitim uçuratqan. Şu çağda onun bilan ikimiz bir kecha söhbətləşib çıqqan idik. Onun bildiğini köp, bəkmü bilimlik adam ikən. Şundaq, Hasan Bakşi köp nərslərini bildiğən bilimlik adam bolğaşqımı Doktaviler xalqi onu Bakşi dep ataydı. Mən nurgun işlerini Hasan Bakşi bilan tanışqandan keyinla andın düşünüşke başladım. Mana senmi bunu his qıpsan? Sizlar nemi toğırlıq söhbətləşkən idinlar? Onun sözü yadыңdımı? Canabi Çağatayzadəmge məlum bolğay ki, dedi Bəgcək mangalda köyüvatqan ot yalqınıға qarab. Onun şu çağda maňa digen sözleri hel hem kulaq düğümdə caranlap turupdu. Sizlar qandaq iş üstüdə söhbətləşkən idinlar? Şu çağda değişmegen paranlarımız kalmagan idi, dedi Bəgcək sel oylanıp alğandan keyin. Onun sözlərinin mənisi tolumu teran ikən. O nurgun geplerini qıldı. Maňa hemmedin bekrek onun jahandaki cimi mevcudatlar bir-biriga hamkarlaşqandıla, andın alem mevcut bulup turalaydı degen bir eğiz sözü bekmi təsir qılğan idi. Bu söz hilham kulaq tüvümdə javaranlap turupdu. O bu sözünü qılıp bulup maňa mənilik bir qarap qoyğan və özü başdan ahiri yişip düşendirgen idi. O qandaq yişip düşendirgen? Hasan Bakşi jahandaki cimi mevcudatlar bir-biriga hamkarlaşmasa alem mevcut bulup turuşunun əhmiyeti yoktur degen idi. Dep söz başladı Bəgcək. Məsələn, pələkki boy tartıb, kök asmanğı taqaşqan, qatmı-qat igiz tağlar, həddi hesapsız çonqur qol və cilğılarını öz içige alğan boludu. Bu qollarda aqıdığan zümrətdək süzük sular bolsa, dəl aşu igiz tağlardaki qarlıq çoqquladın eqib düşkən. Qara, kündüzdeki kök haqani quyaş bilen keçidiki tün məlikisi ay nemi degen bir-biriga yaraşqan bir cüp jorular ha? Her günü şərqdiki tang səhər malaikisi uyqusudan uyğunub özünün binəpşə ərmigi kırdığan dərvasını uluq içvetkende quyaş upuqdan kötürüldü. Qaranğı tün asmanını yortup quyaş ıllıtqan kündüzdeki gün hasıl buludu. Akşimi kök erkisi quyaş özünün qızıl hərmigi kirib ketkenden keyin tün məlikisi ay upuqdan kötürülüp zulmet basqan qaranğı tün asmanını yortudu. Demek bu iki seyyarının şarapıtıdın alemdeki cimi mevcudatlar ve zemindeki tinişlik, asayişlik hasıl bolğan boludu. Ateş quyaş öz harareti bilen soğuk zeminni illissa, salqın ay öz nurini zeminga tekşi sepidu. Ular xuddi müzekker muhannasdek özara bir-biriga hamkarlaşıp, bir-birini tuluqlap turganlıqdan alem musabıstiki ezgülük vücudqa kelgen. Mubada quyaş bilen ay o'ttirsidiki aşu hamkarlık bir-birini tuluqlaşdek muhazinatlik buzulsunchu. O halda jahanni zulmet qaplap asmandan ziminga külpet yağar idi. Yana alaylık zimindiki şahapça deryalar bilen deniz havzular otursudumu özara hamkarlık maslışdek muvazinatlik mevcut bolgan hamkarlık maslışdek muvazinatlik mevcut bolgan boludu. San sanaqsız taramlardan eqib
Şahapça hasıl qılğan süzük bulaq suları axırı örkeşləb aqqan çoğ əzim dərya болып qoşuludu və toxtavsız şaqırab aqıdığan kök ertişdək eqib berib katta denizға quyuludu. Demək, eqib berib denizға quyuluş aşı san-sanaqsız taramlardan hasıl bolğan əzim dəryadakı süzük bulaq suyunun axırqı məqsədidir. Bəycək sözləb muşu yerге kelgəndə Toğluq Tömür qol işarəti bilən onu sözüdün toxtatdı da, "Ey hörmətlik Bəycək, şunundan keyin Hasan Baxşını yana uçuratdыңmı?" dep sorudu. "Yoq, şunundan keyin onu qayta uçuratmadım. Biroq o'tgan yili qishda Burul To'qay degan yerda teri tarsak yig'ib yurgan chig'imda Shiravul To'xtavining odamlari uni Qashqanko'l degan yerda tutib olib, o'ltirib o'tibdi deb angladim." Toğluq Tömür o'rnidan sakrab turib ketdi. "Nima? Hasan Baxshini o'ltirib o'tibdimi? Bu ish qachon bo'lgan ekan? Siz To'xtaviylar elidan qaçqanda u siz bilan billa emasmidi?" dedi Bəkcək təəccüb ilkida. "Billa edik, lekin biz Qashqanko'l atrofida uning bilan ayrilib ketgandik." "Nimishqa ayrilib ketgandinglar?" "Biz To'xtaviylar elidan qechib chiqqanda u biz bilan billa qaçqan edi." deb tushundirdi Taştömür Bahadır echingan holda. Biroq Qashqanko'l atrofiga kelganda To'xtaviylar orqamizdan qo'g'lab kelib qoldi. U To'xtaviylarni Burul To'qay tarafga azg'ashtirib boshlab ketdi. Biz Zaysan tarafga qarab qaçdik. U boshqa tarafga, biz boshqa tarafga qarab ikki yoqqa bo'linib qaçqan bo'lg'ashqa, albatta billa bo'la olmaymiz-da. U oxiri To'xtaviylar changildan qechib qutula olmabdi. Isit. Bu çağda Toğluq Tömür, "Hörmətlik Bəkcək" deb Taştömürnің sözünü böldü. "Sen Hasan Baxşının öldürülgenligini anlapsan, şuna seningdan bu işning təfsilatını sözləb berişingni iltimas qılıman." "Qulluq canabi Çağatayzade" deb qulluq bildirdi Bəkcək. "Desem bu iş köngülni perişan qılıdı." Toğluq Tömürxan, Abdüvəli Əli 5. bab Muzdavanda xeyim xəttərgə yoluquş 184. bətdən başlandı. Miladiyə 1336 yılı Tarazı ayının 22-si. Taştömürlər tan qarangılığıdan paydalanıb, To'xtaviylarning taqibidan qechib qutulgandan keyin Ertish daryosының tövən iqinni bo'ylab kun petish tarafga qarab bir necha kun uda yo'l mangdi. Ular qechib ketib Uluq Əmir Shiravul To'xtaviy tarafidan avatilgan qo'g'lamchilarning bir necha qitimliq hujumga uchirgan bo'lsa-mu, ammo ajal sirtmig'idan orqama-orqa saq-salomat qutulib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Ular 4 kun uda yo'l yurib, hozirgi Jiminay tavasidagi Qumtepa cho'lini to'g'risiga kesib o'tib, 5 kuni To'xtaviylarning bir jamiyati yashaydigan Qashqanko'l degan yerga yetib keldi. Biroq orqasidan tappas turib qo'g'lab kelayotgan qo'g'lamchilarmi ularga mushu yerda yetishib oldi. Oldida To'xtaviylarning bir jamiyati ularning oldini to'sib turardi. Keynidan Shiravul To'xtaviyning qo'g'lamchilari qo'g'lab kelib qolgan edi. Demak, ular tolumu xavflik ahvolga tushib qolgandi. Shunga ular nailaj To'xtaviylar bilan elishmoqchi bo'lib, bir qum do'ngning orqasiga yo'shirindi. Ular tang qarong'isida keynidan iz besib qo'g'lab kelayotgan 20 necha otliq To'xtaviyni ko'rishdi. Qum do'ngning ustida ularni ko'zitib yotgan Taştömür Bahadır yenidiki Hasan Baxşıga qarab, "Biz bu yerda ular bilan elishmoqchi bo'lsak, hammamiz halak bo'lamiz. Uningdan ko'ra sen Çağatayzada bilan Basa Təmirni elib Zaysan tarafga qarab kechiver. Men ularni mushu yerda to'sib bir elishay. Bo'lmasa, ular Qashqanko'ldagi odamlar bilan birlashib oladi. O chaqda biz bu cho'ldan qanot yasabmı uçup chiqolmaymiz" dedi. "Yo'q, seni yolg'iz tashlab ketolmayman.
dedi Hasan Baxshi Doktavilerden közünü üzmestin. Onundan köre, mən bularga özüm taqabıl turay. Şundaq qılsam ularını muşu yerde bir mahal tutup turalayman. Onun gıçilik sen ballarını başlapman. Qumluqның içinden boylap qıçınlar. Hiç bolmaganda 5-6 çaqırım yiraqqa üzüp giderleysizler. Seysan yolunu Basa Təmür bilidu. Şundaqmı Basa Təmür? Hasan Baxshi sözünü tügütüpla dərhal onunğa qardı. Seysanğa bardığan yalğız ayaq yolunu mən bilmən, dep cavab verdi onun sualığa Basa Təmür işenç bilen. Avul köçkende mal heydep bu yol bilen menip körgenmen. Şundaq bolsun ha, dedi Hasan Baxshi. Yani talışı verse netidi çıkmaydıqalıqıga közü yetken Taşdömür Bahadır onunğa 5 tal ya oqi bilen oqyanı qaldırıp koyup, özü ballarını başlap, gün bitiş taraptaki Seysanğa qarab dərhal atlandı. Hasan Baxshi qum döngünün üstüdü turup, qoğlap kilvatqallarga oqiyasıdın, arqıdan 2 qetim oq uzdi. Kiriçten üzülgen ya oqi çeketkidek pingildap uçup barğınıca, qoluda uzun oquruk tutup, en aldıda çipip kilvatqan, jada atlıq bir Doktavining yürügiga qadılıp, onu attın tik mollaq atqızvetdi. Doktaviler qiqqas süren kötürüşüp, patparaq bulup ketişdi ve oq tigip yıqılgan heliqi Doktavining atrafıga oluşup, onun bilen həpilşip qilishdi. Bu fırsatdan paydalanıp, Hasan Baxshi itiği mindi de, udul gün çıkış taraptaki burul toqayga qarab qaçdı. Onu görüp Doktaviler heliqi yardar oquruqçını taşlap qoyuşup, Hasan Baxshining kaynidan qoğlap ketişdi. Bu Toğluq Tümürnün ömrüde Yiraqqa tuncu qetim muşundaq səpər qilishi idi. O 16 yıldan beri ertiş boyidagi özüge tunuşluq bolgan Doktaviler elidan bütünley natunuş elge birinci qetim qadam bastı. İlgiri bu asmini keng diyarda Doktaviler su, otlaq qoğuluşup yılğın neç qetim küçüp yürgen bolsumu, amma ular Yetsu vadisidagi Altay tağlardan iqib chiqadigan ko'k ertish boyidan ancha yiroqlashib ketmaydi. Har qaysi Doktavi jamoatlarining qo'nalg'u avullarimi bir-biridan bakmi yiroqlashib ketmaydi. Uning ustiga To'g'luq Tümür o'z elining tog' suvlarini 5 qo'ldak aniq bilgini bilan yot bir elning ziminining o'y cho'nqiri bilan qilchimi tunishliqi yo'q edi. U Taşdömür Bahadır bilen birlik ketib, keng Moğoliston sahrasının özgüçü tüstüki manzara muhitini gördü. Taşdömür Bahadır, Toğluq Tümür, Basa Təmürlər birdən atını minib, yana birdən atını saltan yetilib alğan bolğaçqa, Yiraqdan qarsa başqa bir eldən uzaq musafirlərini besib kelib atqan karvanlarga oxşab qalğan idi. Ular Qaşqanköl atrafida Hasan Baxshi bilan ayrılıp ketişkenden keyin g'arbiy janubga qarab to'xtamasdan mangdi. Ba'zida ular cho'ng suvga duch kelib, suvni kechib o'tishga to'g'ri kelsa, ba'zida qilin buk o'rmonliqning ichiga sho'ng'ib kirib ketishadi. Ba'zida ular to'gining lokkisidek egizbas edirliqlarni besib o'tsa, ba'zida payansiz qumliqlarda yo'lni yuttirib qo'yib tamtirab yurishdi. Her günlük səpirdəki yeniliklar 16 yaşlıq Toğluq Tümür üçün tolumu qızıq toylatdı. Ular Doktaviler elinin hududluğudan bütünley çıqıb bolğandan keyin Taşdömür Bahadırның məsləhəti boyunca yol boyu olab, tozaq qoyub, borsuq toşqan tutup, köllərdən beliq süzüb elib, ozuq qılıb mangdı. Çəksiz ketken bir bayan tüzlənlik, qilin ormanlıq, qatmıqat tağ edirla, qıstan, tar jilg'ilar ve bu jilg'ilarda patmay şaqırab aqıdığan sulardan hasıl bolğan darya qo'llar, o't çöpleri buluq, suyu mol ve elvek yaylaqlar ular üçün yep-yeni bir dünya idi. Ular g'arbga menib Zeysan atrofiga yaqinlashgan siri tuzlanlik texmi yeyilishga başladı. Tutaş ketken bir bayan kök yayık dalası kök asman gümbüzü astıda sozulup yatadı. Bu tüzlenlikte ne tağ ne çoqquları yok bulup, xuddi şamalmı
dolqunmu yo'q katta dengizga o'xshash jimjit edi. Bu tuzlanlik ko'k osmon bilan haqiqatan yaqin tuqqan edi. Havo ochiq kunlarda ro'shan holda osmon gumbisi bilan yap-yashil yaylaq manzarasining o'zaro birikish holatini ko'rgil bo'ladi. Tutash ketgan osmon gumbisi ostidagi poyansiz ko'k yoyiq dalasi g'uborsiz suzuk ko'k osmon bilan birlashib hashamatlik ammo ulug'vor kishini ta'sirlantiradigan ammo ko'rang emas edi. Dala illiq janub shamilida xuddi tinimsiz dengiz to'lqindek to'xtamasdan to'lqinlamoqda edi. Har bir to'lqin pasayganda yaylaqda o'tlayotgan qo'y, kalalar ko'rinib qoladi. Bu go'zal manzarani ko'rib, ularning necha kundan beri jiddiylashib ketishgan ko'ngli ichilib qoldi. Boshqalar avval gap qilmoqcha hargiz eg'iz ochmaydigan jimg'ur basa tamur bu payansiz ko'k yoyiq dalasini ko'rib, ko'ngli ichilgan bo'lsa kerak, tuyuqsiz Toshtemir Bahodirdan so'rab qoldi. Toshtemir Bahodir, dedi u. Bir chetida tuxum qo'ysi ko'rindigan mushundoq kang dalaga nima uchun odamlar kelib makallashmagan? Bu odamlar bir-biri bilan o'tloq suv talishib urushqicha mushu yerlarga ko'chib kelib makallashsa bo'lmasmidi? Toshtemir bu gapni anglab kulib ketdi. Bundaq bo'lishning o'ziga tushliq sababi bor, dedi uning savoliga javoban. Odam zotning har qaysi urug' qavmlari o'tirsidagi jidal g'ovg'a, urush yig'a to'xtamag'ashqa, Tangri Burhan ularning orlig'ida mushundaq necha kunlikdan keladigan yerlarni bo'sh qoldirib qo'ygan. Tangri o'zi taqsim qilib bergan har bir toifaning makoni burundan tortib muqim, turaqliq bo'lib kelgan. Shunga ular o'zlari makallashgan yurt makonlaridan voz kechgisi kelmaydi. Agar ular o'z oldiga yangi bir zaminga ko'ssa, bu tajovuzchilik sanalib, boshqa toifalarning qattiq qarshiligiga uchrab, qaqshatqush zarbiga duch keladi-da. Tug'luq Temir bayatın beri Cimg'ur Basa Tamirning Toshtemir Bahodirdan tuyuqsiz so'rgan savoli va Toshtemir Bahodirning uningga bergan javobi ustida berilib o'ylanayotgan edi. Mubada bu qitim u Do'xtaviy elidan qechib chiqmagan bo'lsa, ko'k yoyiq deb atiladigan Mo'ng'uliston dalasining munchavala bepoyon kang zamin ekanligini nadimi bilsin. Necha kun jidallab mengibmi tugitalmayotgan bu bepoyon daladinmi o cho'pi mo'l, alvak zamin yana bormidi? Shunchavala kang zamin, shunchavala ko'p tog' daryolar, bepoyon yaylaqlar asrlardan beri qattiq uyquda yotdi. Bu yerlarning muhiti bir-biri bilan zamin talishib, tinmasdan urushayotgan ashu odamlarning hayot kechirishiga shuncha moslashgan. Mubada Chag'atay xonliqida qumdak chechilib ketgan har qaysi toifa xalqni birlashtirgili bo'lsa, qabila uluslar o'rtasidagi nizo dushmanlik, yig'i urushlarni tugatgili bo'ladi. Mubada Chag'atay xonliqining hamma bulung pishqoqlarga odamlar makallashib yashsa, avul avdonlar qurilib, mol beqilsa, qo'y kala, yilqi to'gila avsa, u chaqda Chag'atay ulusining hal o'qiti yaxshilangan bo'ladi. Bütün ulus uyushsa, inoqlasa, u chaqda Chag'atay xalqining kuch-qudrati hassilab oshgan bo'ladi. Biroq bu faqat uning kallasidagi sherin bir armon edi xolos. Faqat o'zi xaqon bo'lib, Chag'atay mamlakatining taxtiga rasmiy o'ltirgandila, ondan bu armonni ishga oshirish mumkinchiligi tug'iladi. Uningdan ilgari bo'lsa, bu faqat bir sherin xiyoldan iborat edi. Tug'luq Temir o'ylab mushu yerga kelganda, ulug' kichik tinib qo'ydi. To'xtaviylar yugurik atlarni chaptirib, Hasan Baxshining kaynidan qo'g'lab ketishdi. Hasan Baxshi qum ichiga kirganda suv to'lqiniga o'xshash egiz pas, cho'nqur qum to'pilaridan uning etining putlari yumshoq qumga petib, yurish surati xelala astlab qoldi. Necha kun uda mangan at yumshoq qumda ikki tarafiga irg'anlab, harg'an putlarini aran yo'tkab ketyotdi. Uzoqqa barmay orqasidan qo'g'lab kelayotgan Do'xtaviylarning atlarining tuyqudan ko'tarilgan cho'ng tuzanlar ko'rinishga boshladi.
Yügürük atlarını minişken doktaviler uzak ayallaşmasdalla Hasan Bakşı'ya yetişip aldı da onun kollarındaki soyluları bilen at üstüdün urup yerge yıkıttı. Taş tömürlərinin arqısından qoğlap gelişken doktaviler avulğa qaytıp gelişdi. Uluq Əmir Şiravul doktavi tapşırıqның toluq orun almağanlığı üçün ularının çırayığı qarapla sezib aldı. Qaşqollarının birisini öldürdük, dep ma'lum qildi ularning cho'ng. U aslida bizni azg'ashtirish uchun burul to'qay tarbiyaga qarab qashqan ekan. Biz bu hilini bilmasdan uning orqasiga tushib qo'g'lab ketaveribdik. Qolganlari mushu fursatdan foydalanib 80 tarafga qarab qechib ketibdi. Bu chaqda taqatsizlangan Shiravul doktavi uning so'ziga e'tibor qilmasdilar. Qaysini o'ldirdinglar deb so'radi. Eliqi doktavi etining ustidagi bir bog' cho'pni ilib uning oldiga qo'ydi. Cho'pning orasidan Hasan Bakşı'ning qonga bo'yalgan beshi ko'rindi. Buni ko'rgan Shiravul doktavi beshini chayqadi. Esed, manga bu emas, avusi kerak edi. Xayr, ziyni yo'q. Ziyandaşlardan birisi bo'lsin kimiyibdi. Vaqti kelganda ularmi mening qo'limga tushar. Bagchak o'zining Hasan Bakşı haqida anglagan bilganlarning hammasini so'zlab bo'lganda eg'ir yotqu bo'lib qolgan edi. To'g'liq Tömür ustozining fojialik o'ldirilganligini anglab, beshini tutqunicha lamjim demasdan o'ltirib ketdi. Ey janobi Chag'atayzodam, unchalik qayg'urib ko'nglingizni parakanda qilmang, deb tasalli berdi Bagchak To'g'liq Tömürga. Xuddi rahmatlik Hasan Bakşı aytgandek, yaxshilik bor joyda yomonlikmi tayyor. Gul tikansiz, hasal harisiz, haqiqat qurbonsiz bo'lmagandek odam orasidamu yaxshi xislatlik odamlarmi va yomon, qabohat peillik odamlarmi bo'ladi. Fazilatlik va go'zallik bilan qabihlik va satlik bir-biridan zodi juda bo'lmagan qo'shkezaklardir. Allah Taalaning odati burundulla shundoq joriy bo'lib kelganki, qahr chaqmoq namoyon bo'lsa, uningga agishib rahmat yomg'irimi billa keladigan odat bor. Hasan Bakşı'ning doktavilar qo'lida o'ldirilishi yomon ishda qilsimu, ammo uning o'limi Allah Taalaning bizga xonlikni inoyat qilganligining bishoratidir. Chunki shahidlarning o'limi sizning irodangizni texmi chingitib, mijoz ahvolingizni texmi qaysar qilsa ajab emas. Hozir eg'ir yotqu bo'lib qoldi. Sizlarmi uxlab olam elinglar. Agar xohlasa atki va uningmi atsidagi safarimiz texmi o'ngishli bo'lur. Men hozir hamrohlarimning qishig'i boray. Bu chaqda To'g'liq Tömürmi? Xo'sh, Bagchak oqsoqol, atigicha amon bo'lg'aysan, deb uni uzitish uchun o'rnidan turdi. Atiki safarda ko'rishaylik. Karvan bilan birga mangan taş tömürler şatidan yo'lga chiqib 3-kuni Mustavonga yetib kelishdi. Atrof tutash ketgan tog' cho'qqilar bilan qoplangan bo'lib, bu cho'qqilar go'yo o'lja izlab yurgan yirtqush hayvonning o'tkir tishlariga o'xshaydi. Oldi bilan o'ng tarafdagi tog'lar orasida qad ko'tarib turgan hayvatlik tömür cho'qqisi oq ko'k muz bilan qoplangan edi. Kun chiqish tarafdan asta suzilib ketayotgan qat-muqat oq bulutlar tömür cho'qqisining atrofiga to'plashmoqda edi. Muzdavon yo'li qadimgi yo'l bo'lib, shu chaqlarda Chag'atay mamlakatining Manglay So'yar vodisi bilan Mo'ng'uliston vodisini o'zaro tutashtirib turadigan eng yaqin yo'l bo'lganlikdan Chag'atay saltanatining markazi bo'lgan Almaliq shahri bilan janubdagi Manglay So'yar, Ediqut Ulug' Uyg'ur eli qatorliq joylar o'rtasidagi mulkiy, harbiy qatnash naqliyat aloqalarining hammasi tegidek mushu Muzdavon yo'li orqali yurgilizatdi. Shimoldagi Almaliq bilan janubdagi Ardavil o'rtasidagi bu yo'l shu chaqlarda 18 manzillik yo'l hisoblanadi. Hozir Aqsu deb atiladigan Ardavildan yo'lga chiqqan har qanday karvon to'g'latlardan tarixanligi bo'lgan Aqsu diyoridagi Tazlangar, Ishlamchi, Jam, Tuzdung, Bozdung, Qo'rg'on, Arpa, Yangi Mahalla, Tug'balchi,
Tamgıtaş, Muzdavan və Toğrasu qatarlıq mənzil ötənlərini Aydingir, Şati, Ağsu, Simtaş və Qarakөл qatarlıq mənzil ötənlərini besib ötüb, İli, Quyas vadisidiki paytaxit Almalıqqa yetib baralaydı. Yıldız vadisinin, İli vadisinin yer tüzülüşü xuddi Kanayga oxşaydı. Onun ғәрби-cənub tərəfi tüz bolğanı hesabqa almaganda, qalğan ғərbi-şimal, şərqi-cənub və şərqi-şimal üç tərəfini Təngri tağları orab turardı. Muzdavan yolunun tarixi neçə min yıl ilgirki vaqtdan tartıplı başlanğan bo'lib, bu yolda qədimdən tartıpla yol asraydigan, yol yasaydigan davançılar turğuzulup kelingan idi. Çağatay səltənəti özünün cənub bilan şimal o'ttirsidagi bu muhim hərbi iqtisadi qan tomirinin o'ttirsidagi davamlıq ravan bo'lishini kapolatlantirish uchun Muzdavan yo'lini davamlıq cho'qib yasab, maxsus 100 necha tutun davanchini Tamgıtaş degan yerga makonlashtirgan edi. Yaz faslida Muzdavan yo'li echilganda, har kuni bir top davanchi gezaklashib ishlab, Muzdavan yo'lini yasab, ravonlashtirib turishga mas'ul bo'ladi. Muzdavanning ustidagi yo'l garchi ancha uzun bo'lmasa-mu, ammo bu yo'l ikki tarafi necha ming gaz keladigan tik hang, o'ttirisi aran bir odam yoki bir uloq mangalaydigan bir parcha uyul muzluq ustidan o'tadigan bo'lg'ashqa, burunqilar Muzdavan yo'lining mushu bo'lagini muz arid deb bekorga atashmagan edi. Bu yo'lda yoz kunlari havo ochiq chog'larda ondan menish mumkin edi. Yo'lning ikki tarafida hatto butun bir karvonni odam va at uloqlar bilan qo'shib ko'mib tashlayolgudek qilin qor muz dövrləri yig'ilib qolgan edi. Osmonga taqashgan Tangri tog'larining hayvatlik va tik qistan jilg'ilari orasida agri bugri ketgan Muzdavan yo'lining hammali yeri gumurlib tushgan qiyo toshlar va uyul muzlar bilan to'lgan. Tağ qaptallardaki ko'k muzlar xuddi erib tushgan metal qitishmisidek tağ cho'qqisidan tövanga eqib tushgan edi. Ba'zi joylardagi kengligi 1-2 qulash keladigan muz yeriqlarining tegi ko'rinmaydi. Tağ yo'llari ustidan ta ostigacha tik yerilib ketgan bir parcha uyul muzliqning ustidan o'tadi. Saratan ediki issiqning taptidan ko'k muzlar erishga boshlagan. Uningdan suv tamchilari xuddi ko'zdan oqqan tamchi yoshdek tamchilab oqmoqda edi. Biroq ko'k muzdan erib oqqan suv tamchilari tog' yo'lining ustiga eqib tushib, yana nefis bir qavat aynakdak muz bo'lib ketib qoladi. Odam yoki uloq bu yerdan o'tganda nihoyatda avaylamaydigan bo'lsa, teyilib ketib yoki o'ng tarafdagi tigi yo'q qonga tushib ketib chul-chul bo'lib ketadi, yoki bo'lmasa sol tarafdagi og'zini yirtqichning og'zidek echib turgan muz yeriqning ichiga tushib ketib halak bo'ladi. To'g'liq to'mir, tash to'mirning kaynidan ketib etib, tog' cho'qqisidan pastga qarab eqib tushgan bu g'alita asma muzlarga aylanib qarab qo'ydi. Bu asma muzlar qetib qolganlikdan o'z joylarida qimirlamay tursimu, ammo to'g'liq to'mirning vujudida hozirlab beshiga gumurlib tushirgandek sur paydo qildi. Bu chaqda oldi tarafdan birsining vaqirgan ovozi anglandi. Hergiz ikiyininglarga va ustinglarga qarg'uchi bo'lmanglar. Bo'lmasa beshinglar qiyib muzda teyilib ketisizlar. Chag'atay zadam, dedi Tashtomir Bahodirmu uningga madad berib. G'ayrat qil, mushu muzliqdan salomat o'tib olsaqla, yo'lning neriqi tarafi xatarlik emas. Mening qo'limni ching tutib ol. Shuncha uzun yerdan bu yerga saq salomat kelaligankanmiz, muz ortdimmi, saq o'tib ketalaymiz. Ular heliqi yeriq muzning ustiga kelganda, tash to'miri yetilib olgan at nefis muzda teyilib ketib, o'ng tarafdagi tik hanga guldirlab tushib ketdi. Qattiq cho'chib ketgan to'g'liq to'mir ko'nglini tindirish uchun sol tarafdagi muzliq tarafga dojib turib, cho'qchiyib turgan bir parcha muzni ching tutib, bir dam demini oldi. Biroq
Dal mushu chaqda kutilmagan bir voqea yuz berdi. To'g'liq temir tutib turgan yiliqi bir parcha muz aptapda issiq o'tib, ko'pjub bo'shab qolgan edi. Tağ yo'lidagi aynakdak siliq muz ustida teyilib zodi ching turolmayotgan to'g'liq temir so'l tarafdagi muzga tayinish uchun qattiq bir kuchivdi. Yiliqi ko'pjub qolgan muz qarshisida sunib ketdi-da, u tangpunlig'ini yo'qotib, daldigunigacha so'l tarafdagi yirtqichning qalliq og'zidek echib turgan muz yeriqning ostiga tushib ketdi. Chag'atayzada, to'g'liq temir. Taş tömürünün içinişlik baqırğan avazi tik tağlar arasında xeyli uzaqlargacha aks sada qaytırıp turdi. Kayni tarafda vaqa yuz berganligini anlab, darhol yetib kelgan musulmon Uyg'ur savdogarlarining oqsoqoli Bakchak kelibla bu yerda içinishlik ahvol yuz berganligini qiyos qildi. U to'g'liq temir tushib ketgan muz yeriqning kirviga kelib pastga qaradi va muzning qisilchiligiga qisilib turib qolgan to'g'liq temirni aran ilg'i qila oldi. Bu tuyuqsiz yuz bergan voqeada o'zini yo'qotib qo'ygan Toshtemir Bahodir nima qilishni bilolmay, beshini changallig'icha yo'l yoqasida o'tiribdi. "Hey, birodar, kel, bu ishning amalini qilaylik", deb Bakchak uningga tasalli berdi. Bizlar gerçi bir tayfa, bir ulus bolmasaqmı, amma bu yo'ldagi hamrolardimiz. Uning ustiga biz musulmonlar boshqalarga yordam berishni o'zimizning burchi deb bilamiz. Shunga beshingni qatirmag'aysan. Toshtemir Bahodir uningga qarab tikildi va aldirab, "Amalini qanday qilamiz? Ha? Amalini qanday qilamiz?" deb so'radi. Onun ko'zlarida umid uchquni yangi boshdan yenishga boshladi. "Men qarab baqsam, Chag'atay Bagzada bak cho'nqirga tushib ketmaganda qiladi", deb tushundirdi Bakchak uningga. "Men belimga ag'amchi bog'lab tuvanga tushib qarab baqay. Uning tiniqi bo'lsa, qutuldirib chiqqili bo'ladi. Men arg'amchini silkib belgi beraman. Shu chaqda sizlar qilin juva palas bilan pishiq arg'amchidan yana birini tushiringlar." Toshtemir Bahodir darhol belidagi arg'amchini yeshib, uning beliga bog'ladi. Bu chaqda muzning yeriqiga odam tushib ketganligini anglab, darhol yetib kelgan boshqa musulmon Uyg'ur savdogarlarimi o'lash-cho'lash o'zlarining oqsoqoli Bakchakni arg'amchi bilan muzning yeriqidan tuvanga asta-asta tushirdi. Bir kamlardan keyin Bakchak to'g'liq temir muzning qisilib qolgan yeriga yetdi. U beliga bog'liqliq arg'amchini tutib, belgi bermak bo'lib yuqoriga qartib silkidi. Andan muzning orliqida qisilib turgan to'g'liq temirni turtdi. "Chag'atayzada, to'g'liq temir janoblari, saqmisiz?" "Kim?" dedi nayti zaif ovozdan uning texi tirik ekanligini bilgan Bakchak to'limi xushal bo'lib. "Bu men, janobi Chag'atayzadam, savdogarlar oqsoqoli Bakchak bo'lurman. Ko'zingizni iching. Men sizni qutuldirish uchun tushdim", dedi vaqirab. To'g'liq temir qattiq muzlab ketgan edi. Men qaysang?" deb aran deyaldi. Bu chaqda uning tishlari kasildab bir-biriga tegib. "Bu men o'lishgan oqshimi siz bilan suhbatlashgan yilqi savdogar Bakchak bo'laman. Hurmatli Bakchak, muzlab qitib qalay dedim. Meni darhol qutuldirib ol." "Janobi Chag'atayzadam, mana hozir", dedi Bakchak o'zining belidagi yana bir arg'amchini yeshib, to'g'liq temirning beliga bog'lab. "Sizni qutuldirish uchun jinimni olqinimga ilib turib, qishingizga tushganman." U o'zining belidagi arg'amchini to'g'liq temirning beliga mahkam bog'lagandan keyin uni medirlatib yurib, qisilib qolgan muz orlig'idan aran bo'shatdi va muzning kengriroq qismiga tartib ochdi. "Hurmatli Bakchak", dedi to'g'liq temir ta'sirlanib. Bayatın u yuqur tuvan harakat qilib yurib xeli isib qolgan edi. "Men sening bu yaxshiligingni mangu unutmayman. Saq-salomat Ardavilga yetib bora olsam, seni savdogarlar qavmiga bosh oqsoqol qilib tayinlayman." "Etqiningiz kelsin", dedi Bakchakmi xushal bo'lib. "Janobi Chag'atayzadam, gapingiz gap, va'dingiz va'dimi?" "Hurmatli Bakchak, xotirjam bo'lg'aysan. Mening uchun lavzida turmaslikdan ortiq ahonat bo'lmaydi." "Inshaalloh. Ey janobi Chag'atayzadam,
Şu iltifat və inoyatingizga tümenming təşəkkür. Mənmi siz üçün ömür vayət sadaqatlik bilan töküp ko'rsatishga tayyordirman. Bu çağda bir dal arg'amchiga chigilgan qilin juva palas yuqoridan pastga tushirildi. Bəkçək arg'amchidan heliqi juva palasni yeshib to'g'liq tumirga kiydirdi. Uni palas bilan mahkam o'rab chumkab qo'ydi. To'g'liq tumir asta-asta isishga boshladi. Undaq bo'lsa, men avval ustiga chiqay, dedi Bəkçək. Uning so'zini tushunolmagan to'g'liq tumir taajjub ilkida yongan ko'zlar bilan uningga tikildi. Meni qutuldirman deviding-ku, deb so'radi. Bəkçək qaqaqlab kulib ketdi-da. Ey janobi Chag'atayzadam, hargiz xavotirlanmang. Allah bir, so'z bir. Men sizni qutuldirman deb mushu tigi yo'qanga qadam bosgankanman, cho'qim lafzimni o'rinlayman. Biroq, nima biroq? Janobi Chag'atayzada, siz o'ylab ko'ring, deb tushuntirishga boshladi u. Bu tigi yo'q muz ostidan siz avval chiqsangiz, ular maqsadimizga yetdik deb meni tartib chiqarib olmaydi. Shundaqmi? U chaqda men so'g'uq muzning qisilchig'ida qilib qolaman. Shunga men avval chiqsam, u chaqda janobingizni tartib chiqarmay hech iloj yo'q. To'g'liq tumir o'ylab beqib, uning bu so'zini lozim topdi va gaping o'rinliq, dedi. Undaq bo'lsa, sen tiz chiqib, andin meni bu yerdan tiz tartib elinglar. Bəkçək dərhal, fərman bərdarman, hörmətlik Chag'atayzada janoblari, deginicha qo'lidagi arg'amchini yuqoriga qartib silkib, tartinglar, dedi. Üstədikiler arg'amchini tartib, oqsoqol Bəkçəkni muzning yeriqidan chiqarib oldi. Bəkçəkning qo'lida to'g'liq tumirning beliga bog'langan heliqi arg'amchining uchi bor edi. Kishilar uning orqasidan ko'maklashib turib, to'g'liq tumirning muzning yeriqidan tartib chiqarib oldi. Bu haqdagi tafsilotlar uchun Mirza Muhammad Haydar Ko'raganning Tarixiy Shahidi degan asardan foydalanildi. Nazm. Aqillar hargizmu qilmas qo'pollik, ham to'kmas qadrni qilib bo'shanliq. O'zini boshqadan ko'rmaydi u a'lo, shundaqla har qilmas o'zini asla. Shayx Saidi.